Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 6. bab. 18 yaşlıq Daruğa. Korlardan körüşni, tokurlardan mengişni, acizlardan qəhrəmanlıqni təlim al. Uyğur xalq aqliya sözlərdən. Miladiya 1338 yılı ətiyaz. Qo'ju xanlığıdaki Yarğul şəhərinin şərqi cənubuğa təxminən 7-8 çaqırım keladigan yerdə Yemşi deb atıladigan bir qul bazarı var idi. Heç qandaq mənzərəsi bo'lmagan bu qasabaning, qasaba degan so'z kichik shahar, kichik bozor degan so'zkan. Agri-bugri ko'chalarida kungurlik egiz tamliq o'yinlar bor edi. Bu o'yinlarning tamlari boshdan bo'y toshdan qo'pirilgan bo'lib, ichida xuddi bosh oyog'i yo'qdakla yerga cho'nqur ko'milgan qul sulaydigan yo'g'on qursaqliq gama qo'tallar bor edi. Bu gama qo'tallarning sirtqi ko'rinishi xuddi ko'zlarini yo'g'on echib chekchiyib qarab yotgan o'dukning qiyofatiga o'xshaydi. Ularga to'mirdan eshik va panjara bekitilgan edi. Bugun Boris yili Hamal ayının tunji kuni, No'ruz kuni edi. Texi tang suzilmagan bo'lib, Yamshining agri-bugri ko'chalarida mengib yurishgan odamlarning ko'lankilari ko'rinadi. Ular No'ruz shodligidan bahramon bo'lish uchun yiroq sahrolardan kelganlar bo'lmasdan, balki kunduzdagi bozorning aplik bo'laklarini boshqalardan ilgari egilib olish uchun oldirishib yurgan odam bediklari edi. Chakarlar o'zlarining xo'jayinlarining ishik oldini takshi suv sepib pokiz supurmoqda edi. Qul bozorining bosh tarafidagi kungirlik birinchi o'yla. Yamshi qul bozorining darug'isi. Bozor begi ko'galik to'ra zilcha silingan supi ustida badashqan qurib o'tiradi. U shu chaqlarda Chag'atay mamlakati bo'yicha mashhur odam bediki edi. Bugun u Yamshida katta bozor bo'lganligi uchun atdigan o'rindan turib ketgan bo'lib, qiziq damlangan sinchoy bilan noshta qilib o'tiradi. U butun Yamshi bozoridagi qul savdosini qiladigan bo'g'ashqa, uning ruxsatisiz hech kim biror qulni setishga va ilishga jur'at qilolmaydi. Ko'galik to'ra birisini toqatsizlik bilan saqlayotgan edi. U hadab ochiqlanadi, terik ketdi. Qattiq izdirob ilkida helidan heliga qo'lidagi piyolani ichidagi qiziq choy bilan chakarlarning beshiga atatdi. U qo'chu ediqoti kunjuk oliylarining ruxsatnomasini texchilar qo'liga ololmayotgan edi. Buningdan bir hafta ilgari ko'galik to'ra 4 Paris guzili bilan 4 arab g'ulomini tortiq sifatida uningga sungan va o'zining No'ruz kundagi bozorda qul savdosini boshlashiga ruxsat qilishni iltimos qilib sungan edi. Ediqut kunjuk güzellar bilan g'ulomlarni va iltimosni elib qilib javobini keyinga qoldirgan edi. Mana saqmasaq 7 kun o'tdi. Texchilar ruxsatnoma tushmayotgan edi. U mushundaq chechilib o'tirganda chakarlardan birisi putining uchida asta dassab kirib, uning quliqiga pichirladi. Bu gap ko'galik to'riga xuddi kuchlik majundak ta'sir qildi. U birdinla jonlanib, "Kirsun" deb beshini lang'ishitib qo'ydi. Chakar chiqib ketib, bir pasdan keyin o'ylining eshigi ochilib, talardan beliga kumush to'qiliq kang anlik tasma kamar bog'lagan o'rda xizmatchilari siyoqida kiyingan bir yoshroq kishi kirib keldi va supining oldiga kelib uningdan "Ko'galik to'ra sili bo'lamdilar?" deb so'radi. Bu chaqda ko'galik to'ra "Ha" degandek o'rindan qimirlab qo'ydi va "Mehmon, nima xizmat bilan keldilekin?" deb qaytirib so'radi. "Peqir Ediqut oliylarining xususiy xizmatkori bo'larman", dedi o'rda xizmatchisi siyoqida kiyingan heliqi kishi gediyib turib. Bu gapni anglab, ko'galik to'ra o'rindan sakrab turdi-da, uning bilan boshqalardan salomlashdi va cheksiz hurmat bildirib, to'rdan o'rin ko'rsatdi. O'rda xodimi kumush to'qiliq kang anlik tasma kamariga isiqliq turgan jo'zidonni ichib, jo'zdan degan sumka, popka degan gapkan,
İçidən yumaloq qilib chiroyliq o'ralgan, ustidan qizil suruq bilan pechatlangan bir nomini ilib uningga sundi. Bu Ediqut janobi oliylarining muborak nomisi deb qo'shib qo'ydi. Kögərlik töre ordu xadimining qo'lidan nomani ilib, uning qizil suruqlangan ipini tishi bilan tishlab uzgandan keyin avaylab ochdi va uningga besilgan qo'chu Ediquti Kunchukning möhrini ko'rib ko'ngli tindi. Ondan bu nomani ko'ziga surtib, 3 qitim so'ygandan keyin o'qishga boshladi. Nomada qo'chu Ediqutining qo'l va cho'rlarni setish va setilishingiz uchun ushbu ruxsatnoma berildi degan ma'nodagi farmoni yozilgan va ustiga muhri besilgan edi. Ko'rganlik to'rining gul qaqalari echilib, ordu xizmatchisiga bir muncha pul inom qilibdi. To'rining o'ziga inom qilgan pulini qo'yniga solgandan keyin, yilqi ordu xodimi aloq-jaloq bo'lib, atrofiga qarab etib, ko'rganlik to'riga engishib, "Hurmatli to'ra" deb pichirladi sirliq qilib. Yaqinda Chag'atay saltanati Tug'luq Temur ismlik bir Chag'atay zodini qo'chu Ediqutliqiga daruga qilib avatdi. Bu odamning bu yerda daruga bo'lib kelishi hargiz azgulikdan derak bermaydi. Anlasam, u marhum Chag'atay xoni Esan Bug'axonning o'z pushtidan bo'lgan o'g'li emish. U kichigidan tortibla yalang to'shlarning ichida cho'ng bo'lgan ekan, japoni bak tortgan ekan. Shunga hamisha oddiy kiyim bilan fuqarolar ichida xupiyona tekshirib yurarmish. Hadislar yalang to'sh fuqarolarning tarafini elib, g'ovg'a chiqararmish. Shu vajidan to'ram ehtiyot bilan ish ko'rishlari uchun bu ishni alohida asirga silib qo'yg'im keldi. Rahmat, ko'nganliklariga ko'p rahmat, dedi ko'rganlik to'ra ishonch qilib. Sizlar aytgandek ehtiyot qilsak, boshqa ish chiqmas deyman. Uning javobini anglab, ordu xodimi o'rnidan turdi va "Men yanay" deb xo'shlashib o'yildan chiqib ketdi. Qo'chu Ediqutining ruxsatnomasini topshirib olgandan keyin ko'rganlik to'ra odam bediklari va savdogarlarni o'z oldiga chaqirib, savdo setiqni boshlashga ijozat berdi. Bozor boshlandi. Butun Chag'atay hududluqida Yiroq yaqiniga mashhur bo'lgan Yamshi qul bozori attigandan boshlabla qizib ketgan edi. Kishiga xuddiOvat shaharlardagi mol bozorini eslatadigan bu qul bozorida xuddi yangi egar to'qim to'qib, ustiga yangi ol yeshil yopiqlarni yepib, bozorga setish uchun ochiqqan ot uloqqa o'xshash. Setiladigan barliq qul va cho'rlar pokiz yuyundirilib, usti boshlari almashtirilgandan keyin har bir jallobning o'ylisi oldiga qator o'tirg'izib qo'yilgan edi. Xo'jayinlarining muddaosi bo'yicha jorchilar do'qmish-do'qmishda xaridor chaqirishib, setiladigan qul va cho'rlarning ahvolini vaqirab tunishtirmoqda edi. Qul elish va setish boshlangandan keyin setiladigan bu qul va cho'rlarning atrofiga avval bir-birlab, ikkilab, ondan 4-5lab, uningdan keyin bo'lsa 5-10lab xaridorlar o'lashdi. Bu xaridorlarning ko'p qismi mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan xaridorlar edi. Yiroqdagi chet ellardan bu qul bozoriga qul setilish uchun maxsus kelgan ajnabiy xaridorlarmi bor edi. Ulardan boshqa yana qul bozoriga tomosha ko'rish uchun kelgan yerlik kishilarmi ko'p edi. Bu kishilarning orqasida 2 nökirni silib olgan, Chag'atay ma'murlaridek kiyinib olgan yosh bir kishimi bor edi. U qul bozorini arlig'ash, qul savdosini tomosha qilib yuratdi. U nayt kelishgan yosh bir yigit edi. Uning do'g'latlarga o'xshaydigan taqi-turqi boshqalarning diqqatini o'ziga jalb qiladi. Bozordagi kishilar uningga aymanganda qarab qo'yishib, yenidan dojib o'tib ketishadi. Bu yigitning yurish turishi, so'z muomalasi boshqa Chag'atay ma'murlaridek qo'pol bo'lmasdan, to'limi siliq sipoya edi. Qisqa, quyuq chechi uning kang peshonasini yepib turadi. Yilqi Chag'atay ma'muri setiladigan qullarning oldiga kelganda,
Neçə gündən beri bir çişləmi nan və bir yutummu su verilməyən, açlıqdan çırayları sarğayıb ketişkən bu qullarning yig'i zarlarini anglab, içi seyrilib ketdi. Muştabda azaplanğandan uning chiroyi oppoq tatirib ketgan bo'lib, gavdasi ming patman yuk ortilgandek ig'irlashib, oldiga dassa puti orqaga ketib Uning ko'zlaridan ig'ir qayg'u hasrat yoshlari taramlab to'kilib. Bu chaqda nökərləri ichidagi cho'ng yoshliq bir nökəri bu Chag'atay ma'murining qulqiga "Daruga janoblari, o'zingni besib ol. Seni qo'chuga yangidan daruga qilib avatgan Amir Bulajining so'zlarini unutib qolmajumu? Bu yerda sening bosgan har bir qadamingni taqib qilib yurayotgan ko'z bor" deb pichirladi. Bu yosh Chag'atay ma'muri Tug'luq Temir edi. U Tosh Temir Bahodir degan nökerining ogohlantirishi bilan o'zini aran tutib oldi-da, ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan orliqda yana Chag'atay saltanatining qo'chu ediqutliqiga avatgan noibi holatiga qaytdi va nijotlik tilab o'ziga talmirayotgan bu baxtsiz odamlarning oldidan darug'ashliq salobati bilan olchanglab mang'an peti o'tib ketdi. Hürmetlik o'qirman, 18 yoshlik Tug'luq Temir qanday qilib qo'chu ediqutliqiga daruga bo'lib tayinlandi? Buni bilish uchun gapni yanala uning o'tgan yili Ardeviliga kelgandan keyin Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulaji bilan ko'rishganligidan boshlashga to'g'ri keladi. Milodiya 1337-yili Tomuz oyi. Bugun qamariya kalendari bo'yicha Zulhajja, musulmonlarning Qurban hayit kuni, Arafat kuni edi. Ardevildagi musulmon Uyg'urlar xushal-xo'ram hayit o'tkazmoqda edi. Mundaq ko'p odam to'plashib o'tiraqlashganOvat cho'ng shaharni azaldan ko'rib baxmagan Tug'luq Temirga Ardevil shahridagi hamma narsalar yangi va ajoyib tuyuladi. Bu shaharda musulmon Uyg'urlar bilan buddist Do'g'latlar oralashib o'tiraqlashgan edi. Ular gerçi başka dindeki ikki toifa xalq bo'lsa-mu, ammo e'tiqodiy jihatdagi farq ularning oralashib yashashiga daxl qilmaydi. Bugun atdigan musulmonlar o'zlarining masjidida Qurban hayitlik namoz ibodatini tugutib, uylariga qaytishgandan keyin daryo yoqasidagi to'qayliqda turli o'yin sayillar boshlanib ketdi. Tug'luq Temir tomosha ko'rish uchun Amir Bulajidan ruxsat olgandan keyin bozor aylanish uchun ko'chaga chiqdi. To'qayning bir chetidagi tolliq ishida to'quvozlar biri-biri bilan to'qu so'qishtirib atadi. Ularning atrofiga bir muncha odamlar o'lishib olgan edi. Maydonning o'rtasida ikki xo'roz biri-biri bilan qonliq ilishayotgan edi. Char xo'roz bilan qora xo'roz bir-biriga itilib kelib, ushliq temir tumshuqlari bilan hadab qarshi tarafning bosh ko'zini cho'qilish uchun shiddat bilan hujum qilishatdi. Xo'rozlarning puti yerga tegmay turiblar, yana ko'klab chiqib, raqibining ajallik yeriga hujum qilish uchun g'azab bilan itilatdi. Ikki xo'rozning bosh ko'zlari qonga bo'yilib ketgan edi. Char xo'roz bilan qora xo'roz bir-biriga shundoq tez hujum qildiki, atrofda turib tomosha ko'rayotganlarning ko'zlari olachakman bo'lib ketdi. Xo'rozlarning dahshat bilan itilib kelib, shiddat bilan etishgan mundaq yirtquchlik holatini azaldan ko'rib baxmagan Tug'luq Temir hayron bo'g'inidan og'zini ochgan peti turib qoldi. Bu chaqda char xo'roz qora xo'rozni bosmoqtash uchun birdilla ko'klab havoga o'rlab chiqdi-da, yerda paylarini hurpitib, o'zini kuzatib turgan qora xo'rozning ustiga etilib tushdi. Qora xo'roz raqibining bundaq tuyuqsiz hujum qilishidan mangdab bir daqiqa turib qoldi. Shu asnoda char xo'roz temir tırnaqlar bilan qora xo'rozning po'kiniga bir chanqal silibla yerib tashladi. Biroq qora xo'rozmi yerga yiqilishning oldida ustidan bosmoqtash uchun etilib tushayotgan char xo'rozni ikki puti bilan tepishga ulgurgan edi. Qora xo'rozning temir tırnaqlari char xo'rozning qo'rsog'iga sanchilib qoldi. Ikkisi tangla yerga yiqildi. Biroq bu ikki xo'roz yerda yetib jon talishib yetibmi, qaysarlik bilan bir-birini hadab cho'qishatdi. Oxiri
pokini yerilgan qara xo'roz holsizlanib yetib qoldi. Uning o'tkir to'mir tirnoqlari char xo'rozning pokiniga cho'nqur petib ketgan edi. Char xo'roz o'zining badaniga cho'nqur petib o'rnab ketgan qara xo'rozning to'mir tirnoqlaridan qutlanmay hadab paloqlaydi. Atrofda tomosha ko'rayotganlar qiyiqas cho'qan ko'tirishib ketdi. To'qayliqning neriqi beshida eshak baygisi qizib ketgan edi. To'qvozlarning tomoshisini ko'rib zerikkan To'g'liq Temir eshak baygisi bo'layotgan yerga qarab ittik mangdi. Eshak choptirib To'qayliqning bir beshidan bu beshidan u beshigacha bo'ladi. Eshak choptirish To'qayliqning bu beshidan u beshigacha bo'ladi. Bir qitimliq eshak choptirishga 4-5 eshak qatnashtiriladi. Eshak chepishtirildiganlar butunlay 10 necha yoshlardagi bolalar edi. Cho'nglar ikki taraf bo'lib pul tikishadi. Ular dastlabda bir-biri bilan 5-10 tangadan pul tikishib bastishib turganda, ularga taraf-tarafdan yangidan qo'shildiganlar 20-30, hatto 40-50 tangadan pul tikishib bir-biri bilan qizg'in bastashkila turdi. Ular chepishayotgan eshaklarning o'tib ketishiga qarab utatdi yoki utirib qo'yatdi. Hozirgi chepishga 4 hanga eshak tushgan edi. Bu 4 hangining birisi qora, birisi bo'z, birisi malla, birisi oq edi. Bu eshaklarga beshiga oq shapaq bo'k, ustiga heytliq yangi ko'nglar kiygan 4 bola mingan edi. Beyge atrofda tomosha ko'rayotganlarning hoyt-hoytlari ichida boshlandi. Ha degandila oq hanga mingan bola eshikni eng oldida choptirib ketyotdi. Qolgan bo'z hanga bilan malla rang hanga o'zining oldida chepib ketayotgan qora hanganing oldiga o'tib ketdi. Beygega tushib chepishayotgan eshaklar maydonning tang yerimini chepib o'tgandan keyin qora hangani mingan bola nuqtani qo'yib berdi va "Cho, qo'tur. Endi chopmamsan?" deginicha eshakning beqiniga toza kelishtirib bir tepib edi. Beshi bo'shangan qora hanga birdilla 4 putini tashlab, yugurib oldida chepib ketayotgan bo'z va mallarang hangini bir-birlab tashlab o'tdi-da, eng oldida chepib ketayotgan oq hangini qo'g'lab yetishib oldi va uning bilan qatorlashib chepishga boshladi. Bu ikki eshak To'qayliqning beshiga yaqinlashib kelganda qorhanga bir kuchapla oq hangidan uzib ketdi va kishilarning hoyt-hoyt qilishgan olqish sadolari ichida oxirgi palliga birinchi bo'lib yetib keldi. Mushu chog'da To'g'liq Temirni birsi orqasidan to'g'ligandek qildi. U kayniga o'rilib qaradi, Tosh Temir Bahodir ekan. "Seni Ulusbegi Amir Buloji chaqiribdi. Mening bilan billa Bo'zdongdagi bargoqqa qaytsan." dedi u. "Qachon?" dedi u ko'zini oldidagi qiziqarliq eshak baygisidan uzanmay. "Hozir sepil tuvida 4 turg'avut bizni saqlab turdi. Attangay, bundaq qiziq baygini hech qachon ko'rmagan edim", dedi To'g'liq Temir uning bilan birga ketib o'tib. "Amir Buloji meni nimishga chaqirtibdi? Ahvoldan qaraganda u seni Qo'cho Uyg'ur eliga noib qilib avatadigan o'xshaydi. Olmaliqdan bu haqda farmon oliy kepti." "Noib degan qandoq ish u?" so'radi To'g'liq Temir tushunmay. "Men noib bo'lib nima ish qildikanman? Men mo toza bilib ketanmidim", deb tushundirdi Tosh Temir Bahodir uningga. "Ishqilib, Chog'atayzoda janoblari, sen Qo'cho Uyg'ur elida Amir Bulojiq vakolatdan huquq yurgizsan." "Menma?" deb qaqaqlab kulib ketdi To'g'liq Temir. "Tunugunki qo'ychi bola bo'lgan menki To'g'liq Temir butun Idiqut Qo'cho Uyg'ur eliga noib bo'lib, Ulusbegiga vakolatdan huquq yurgizamdikanman? To'li undaq chaqchaq qilma." To'g'liq Temir ko'zidan yosh chiqqicha teliqib kuldi. Biroq Tosh Temir kulmadi. Aksicha to'lima astoydillik bilan: "Sen undaq dema, bo'ldi qil. Endi kuliverma", deb uni kulishdan to'xtatdi. Kulishdan to'sdi. "Seni cho'ng sinoqlar kutmoqda. Men hozir Bagjakning sen to'g'riliq aytgan
uning vujud nishatida bir g'oyib sho'la, ulug'liq sho'lisi jilva qilib turibdi degan so'zga ishondim. Tuğluq Temür uning astoydil muomala qilayotganligini ko'rib, kulayverishdan to'xtadi va boshqa parang qilmasdan beshini sog'inicha jimmangdi. Tosh Temür uni ilib, sepil tuviga yetib kelganda, turg'avutlar allaqachon ottirga minib tayyor bo'lib turishgan ekan. Ular ancha ayolshimasdinla Bo'zdöng tarafga otliq yurib ketishdi. Erdevil shahrining Kuntug'ar yuqori tarafidagi qora yo'lg'un eqinni bo'ylab, yuqori o'rlab mang'an siri eqin tövanda inchkilab bir tal oq yipda ko'rinadi. Eqinning zumratdak suyida quyosh nuri aks etib turadi. Ikki tarafi egiz qiya toshlar bilan o'ralgan qora yo'lg'un eqini ichida ko'p-ko'p quram toshlar qolaymaqan yetib ketgan bo'lib, har bir quram toshning orashlaridan suzuk suvlar etilib chiqib shaqirab oqatdi. Qora yo'lg'un jilg'isining kun patar tarafidagi Bo'zdöng to'piligida Doğulat Ulusbegi Amir Bulajining yozliq bargohi joylashgan edi. Amir Bulaji Tuğluq Temirni o'zining xon chediri ichida qabul qildi. U Tuğluq Temirga sinchi ko'zlari bilan bir g'azog'icha qarab ketdi. Shunchavala cho'ng bo'psan. Nima uchun shu kamgacha meni izlab topmading? Dedi Amir Bulaji oxir jimjitlikni buzib. Mening oldimga kelganingga xushalmisan? Maishat parag'iting va davlat chirig'ing texmi parlaq bo'lsin, dedi Tuğluq Temir o'zini tamkin tutib. Bu chaqcha men kichik va nodon edim. Xizmatingga loyiq kelmas edim. Qachonki hurmatli Tosh Temir Bahodirni oldimga avatib ekansan, xizmatingni qilish uchun qo'l bog'lab oldingda turibdiman. Marhum otam Chog'atay xoni Eson Bug'axonning osmondagi ro'hinatining 100 xotiri uchun meni quling qatorida sanag'aysan. Zolim Amir Shirovul Do'xtavi Tangri Burxonni unutib, insof diyonatdan chatnab, beshimga shuncha zulmlarni soldiki, u hatto mening tirik yurgunimga rozi emas edi. Balkim mening hayot turishim uning ulus begilik o'rni uchun xavf yetkazadi. Meni u ulus begilik martabasining qo'lidan ketishiga sababchi bo'ladi deb tashvish qilish kerak. Amir Bulaji bir pas jim turib oldi-da, ondan: "Ey Chog'atayzoda, meningdan xotirjam bo'lg'aysan", dedi qat'iylik bilan. "Bu to'g'riliq hargiz ichtorlik qilmasman. Xolis madad va yordamlar orqali seni cho'qim Chog'atay ulusida yuksak o'ringa erishtirgayman. Marhum otang Chog'atay xoni Eson Bug'axonning tuz haqqini oqlash gadinimdagi bosh tortib bo'lmaydigan burchimdir. Alhol, uning o'g'li bo'lgan sen 5-chi kun tushib, oldimga kelgankansan, tortgan jabr zulm, kulfat mushaqqatlaringni dafi qilish majburiyatim bor. Biroq jabr zulm tortmay, xazina boylik qo'lga kirmagay. Degandek, sen agar marhum otang Eson Bug'axondan miros qolgan Chog'atay taxtiga erishiman deydikansan, avval og'ir sinoqlardan o'tishing va yurtdorchilik ishlarini yaxshi o'rganishing kerak. Shunga shart shuki, men qilishni buyurgan har qanday xizmatni xiyonatdan ner bo'lib, rostlik, to'g'riliq bilan urilishing kerak. Ani shu chog'dala ondan Chog'atay taxtiga musharraf bo'la olaysan. Ey Otabek, xotirjam bo'lg'aysan. Topshirgan har qanday xizmatingni jon dilim bilan o'rinlab, tamomiga yetkazgayman, deb javob berdi Tuğluq Temir xotirjam holda. Ey Chog'atayzoda, dedi Amir Bulaji jiddiy holda. Nam sharifi ulug' bovularing Chingizxon bilan Chog'atay xondan qolgan bu Mo'g'ul saltanati hozir cho'nqur patqaqib ketib qoldi. Uni qutuldirib chiqishga bir seningdan bo'lak hech kimning majoli yetmas. Biroq saltanat beg'i shuncha go'zal bo'lsa-mu, mevasining tikini uning bilan billadir.
Şuna tikendin qorqmagan kişiler maqsad murad mevisidan bahramon bo'la oladi. Ey yigit, bilamsan, saltanat xiyim xatar bilan to'lgan tilsimatdir. Şuna faqat xiyim xatardan qo'rqmay, tavakkul qila olgan odamlar bu tilsimatni buzib, onunğa erişə alaydı. Bilmedim ki, seningda mushundaq g'ayrat va shijoat bormikin? Ey hurmatli Otabek, dedi To'g'liq Temir dadil so'zlab. Ah, zorlarim o'tidan chiqqan iz tutunni aytaymi yoki bu tong otmas qorong'u tunning azobini aytaymi? Mundaq uzun zulmat tunni meningdek ko'rib boqqan yana bir kishi bormikin? G'am qayg'u kunlarining mundaq azob oqibat kechisida qolgan meningdek yana bir odam bormikin? Qachonki hurmatli Otabek Amir Bulaji, sen Tosh Temir Bahodirni avatib, meni Do'xtavilarning temir tirniqidan qutuldirib chiqding. Shuningdan e'tiboran men seni o'zimning birdan bir shafoatchim, nijotchim deb tunib keldim. Shuningdan tortib ko'zim sening muborak chiroyingda, quliqim sening farmon ovozingda, jinim sening xizmating g'amida, ko'nglim sening farmoningni o'rinlash havasida bo'lib kelmoqda. Shundoq ekan, sen topshirgan har qanday xizmatni o'rinlashga tayyordirman. Xo'shara deb maqtab ketdi uni Amir Bulaji xushal bo'lganidan. Ey Chog'atay zoda, yigitni jang uchun yaratgan. Bundaq desam, yana boshqacha o'ylab qolmag'inki, endi shaharda turavermay, albatta biror yurishga chiqmoqing lozim. Bir necha vaqt yurtlarchilik havo orfisida safar qilib, bu olamdagi issiq so'g'uq, qattiq yumshoqning ta'mini tetig'aysan. Chunki hukmdorning e'tibori yurishlardan kelur. Demak, ulug' yurishlarga qatnashsang, ondan e'tiborliq xonzoda hisoblanasan. Bo'lmasa, bu aptingda boshqalar seni bekor yurib, tayyorga hayyor bo'lgan deyishidi. To'g'liq Temir jim turdi. Bu chaqda Amir Bulaji o'rnidan turib uning oldiga keldi va "Men seni Qo'chi Uyg'ur eliga noib qilib belgiladim", dedi jiddiy qilib. Tosh Temir Bahodir sening bilan birga boradi. Ishlaringda ko'proq uning maslahatini ol. U qanday qilishingni sana so'zlab berdi. Hurmatli o'qirman, To'g'liq Temirning Amir Bulaji bilan ko'rishganligi haqidagi so'zlarimizni mush yerda to'xtatib, yana Yamshi qul bozoridagi qul savdosi haqidagi gapimizga qaytib kelaylik.